Assalomu alaykum hurmatli Aziya Konsult obunachilari, abituriyentlar, ota-onalar. Ismim Ulug'bek, familiyam Urunov, Aziya Konsult rahbarlaridan biriman. Mana bugun juda ham bir ajoyib yangilik, navbatdagi yangilik. Koreyada joylashgan universitetimizda magistraturasiga Navoiy viloyatidan abituriyentimiz Aminjonga viza chiqdi. Aminjon, viza bilan tabriklayman. Avvalambor xayrli qilsin viza bu sizga. Bunga yetganlar bor. Yetish ham qiyin bo'lyapti. Demak, podkastimizni boshlaymiz. Bir nechta savollar javoblar bilan xudo xolasa. Aminjon, o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Xo'p, mening ismim Aminjon, Navoiy viloyatida tug'ilganman. Yoshim 22 yoshda. Juda ham zo'r. Koreyaga mana o'qishga kirdingiz avvalambor. Nima uchun aynan Koreyani tanladingiz? Koreyani tanlashimga sabab birinchi o'rinda xavfsiz davlat deb bilaman. Ikkinchi o'rinda o'qish borasida ham, ya'ni akademik yuksalish uchun yaxshi davlatlardan bittasi. Uchinchi o'rinda tanishlarim bor. Tanishlarim baribir yaqinlar bo'lgani yaxshi baribir. Zo'r, juda ham zo'r. Aziya Konsult qayerdan ko'rib qoldingiz, mana keldingiz mana bizga? Tanishlarimni tavsiyasi orqali keldim desam ham bo'ladi. Dadamni tanishlari shu konsaltingni tavsiya berishgan va mana shu konsalting bilan ishladim. Tanish orqali ko'rib qo'ygansiz demak bizda. Qachon hujjat topshirdingiz? Qachon viza chiqdi sizga? 2024-yil sentyabrda boshida hujjatlarni topshirgandim. Mana mart oyining boshiga vizam chiqdi. Demak, sentyabrda bo'lsa, mart oyi bo'lsa, taxminan bir 6 oyda chiqyapti viza. 6 oyda. Juda ham zo'r. Nima mana Koreyaga topshiradigan qaysi institutga bo'ldi shunda? Xo'p, Sanmun universitetiga topshirdim. Sanmun universitetini. Qanaqa ekan institutlar? Turizm yo'nalishiga topshirdim. Xo'p, Sanmun universiteti Seulda poytaxti, Koreyaning poytaxti Seulda joylashgan, ya'ni Seuldan 40 minutlik yo'lda. Universitetda o'sha turizm menejmenti yo'nalishiga topshirdim. O'ylaymanki, shu universitetdagi mana shu yo'nalish aynan bizning davlatimizga mos deb o'ylayman, chunki bizning davlatimiz o'sha turizmga ixtisoslashtirilgan, ya'ni turizmda istiqboli bor bo'lgan davlat deb hisoblayman. Kundan kunga rivojlanib boryapti bizda ham turizm, xudo xolasa. Aynan mana shu uchun universitetda yaxshi bilimlarni olib kelib, bu yoqda o'sha tur fermalar ochish niyatim bor. Bundan tashqari bizneslar qilish niyatim bor. Zo'r. Hozir bakalavrga turizmga topshiribsiz. Magistraturaga. Bakalavrda nima edi yo'nalishingiz? Bakalavrda iqtisodiyot yo'nalishida o'qiganman. O'zbekistonda? Iqtisodiyot, Farg'ona shahrida Farg'ona davlat universitetida o'qiganman. Shu iqtisodiyotni o'rganishim davomida qanchalik o'sha turizm davlatni iqtisodiyotiga qo'shadigan hissasini o'shanda o'z bilganman. Ya'ni bu sohani istiqboli borligini bilib turib, o'sha Sanmun universitetiga topshirdim. Mana Xudoga shukr, vizam chiqdi. Xursandman. Zo'r. Qarang, nima hujjatlar ketdi sizdan? Masalan, IELTS bilan kirdingizmi? TOEFL bormidi mana sizda? Nima hujjatlar ketdi sizda hozir? IELTS 5,5 bor. 2024-yilda olgandim. Asosan shu IELTS bilan ishim bitdi. Demak, muhtaram do'stlar, IELTS 5,5 bilan Koreyaga magistraturaga o'qishga bemalol kirib, Telex viza olsa bo'ladi ekan. Mana jonli bizning faktimiz bor mana. Demak, 2024-yil sentyabrda topshiribsiz Aziya Konsultga bizga hujjatni. 6 oyda vizangiz chiqibdi. Muhtaram do'stlarimizga bizga juda ham qiziq, necha pul xarajat ketdi? Xo'p, birinchi xarajatlar shu konsalting bilan boshda 2,5 million boshlang'ich to'lov bor ekan. Demak, 2,5 million so'm. 2,5 million. Endi asosan katta xarajatlarni aytadigan bo'lsam, shu universitetda kontrakti bo'ldi. Necha pul? Universitet kontrakti dollar hisobida 2 million 100 dollarlarga tushdi. 2100 dollar. Buni sentyabrda 2,5 million so'm to'lagan bo'lsangiz, 2100 dollarni qaysi oyda to'ladingiz? Oktyabrdanmi, noyabrdanmi? Bu o'sha o'qishga kirganimdan keyin edi, yanvar oyida, adashmasam yanvar oyida. Demak, yanvarda 2100 dollar to'ladingiz. Yana nima ketdi? 100 dollar bo'ldi. Xo'p, undan keyin bank shot qo'ydim. Bank shot qo'ydingiz, necha pulga qo'ydingiz? Bank shot shu o'zimizda pul mablag' borligi uchun bank shotni o'sha yaqinda bugun oldim. O'sha 3 oy turdi. Necha pul qo'yish kerak ekan? $16,000
qo'ydik. Qo'yildi, ha? 16.000 dollar qo'ydingiz, keyin 2 oyda oldingizmi, 1 oyda oldingizmi? 3 oyda desa ham bo'ladi. 3 oyda qaytarib oldingiz. 3 oyda. Lekin aslida necha kun turish kerak ekan? Bizlarga mana shu vizangiz chiqqancha turursin deyishgan. Da. Demak 16.000 dollar qo'ydingiz. Lekin hamma obunachiga hamma mijozlarimiz har xil aytyapti. Instan bir xillarga 10.000 qo'y deyapti. Qandaydir instan o'zi ham talab bo'lyapti. Kecha mana bitta mijozimizga viza chiqdi. U 1 kun qo'ydim deydi. 1 kun qo'ydim bank счёты deydi, 1 kunda yechib oldim deydi, viza chiqdi deyapti-da. Omad ham har xil. 16.000 dollar qo'ydingiz, yana o'zingizni yechib oldingiz. Bo'ldi, bu xarajat kirmaydi. Yana nima xarajat ketdi? O'sha undan keyin konsalting to'lov bo'ldi. 2,5. Ikkinchisi. Xo'p. 5,5 million bo'ldi. Общий konsalting xizmati 8 million so'm bo'ldi. 2.100 dollar kontrakt puli bo'ldi. Yana nima xarajatlar bo'ldi? Xo'p, bilet puli bo'ldi. Bilet samolyotga. Samolyotga. Bilet puli biroz qimmatroq bo'ldi endi. Srochni olgansiz, tez olgansiz. uchun 10 million 700 ming so'm bo'ldi. 10 million 900 dollar bo'ldi demak. 900 dollar. Kechagi mijozimiz 6,5 million so'mga oldik dedi, adashmasam, bir hafta oldin oldik dedi. Demak, sizda mana martda boshida viza chiqdi. 1-mart kuni chiqqan bo'lsa, bugun 6mi? Fevralda oxirida, bugun 5-mart. 5-mart, fevralda oxirida chiqdi. Bir hafta 5 kunni olibsiz. Zo'rinda. Bugun 6-mart kuni uchib ketasiz. 5-mart. 5-mart kuni nasib bo'lsa. Uchib ketasiz, xudo xolasa. Bu juda ham zo'r katta omadda qaraydi do'stlar. Koreyaga uchib ketadi. Endi xudo xolasa nima rejalar, kelajakda nima maqsadlar bor? Mana o'qishga kiraman deyapsiz, turizm kompaniyasini ochaman deyapsiz, xudo xolasa. Ota-onani ham bir olib borib institutlarda aylantirish niyatim bormi? Albatta bor. Nasib bo'lsa o'zim borib yaxshilab o'qishlarimni joyiga qo'yib olganimdan keyin uydagilarni chaqirish niyatim bor. Ularga o'sha Koreyani ko'rsatish, ularni xursand qilish maqsadim bor. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, keladigan yoshlarga ham o'zim maslahat bergan bo'lardim konsalting bilan ishlashda. IELTSdan yetarlicha ballni olib, hammasi insonni baribir o'ziga bog'liq, o'zining maqsadlari agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan ham o'qishni niyat qilganlar bo'lsa, o'sha konsalting bilan ishlab, o'zini maqsadlariga yetishni tavsiya bergan bo'lardim. Aminjon, juda ham chiroyli suhbat bo'lyapti. Aziya Konsalt obunachilariga, Aziya Konsalt orqali Koreyaga yoki boshqa davlatlarga o'qishga kirishga qanaqa tavsiya berasiz? Albatta, Aziya Consulting kompaniyasi bilan ishlashda hammaga tavsiya beraman. Chunki konsalting bilan ish ancha tez bitadi. Hammaga o'sha, ya'ni akademik jihatdan yuksalishni niyat qilgan yigit va qizlarga o'zlarini yo'llarida omad tilab qolaman va mana shu konsalting bilan ishlasanglar tezroq ishinglar bitadi. Rahmat katta sizga. Muhtaram do'stlar, omad ikki xil bo'ladi-da. Alloh tomonidan berilgan omad bor va o'zingiz harakat qilib kashf qilayotgan omad borda. Omadingizni Aziya Konsalt orqali sinab ko'ring. Koreya va boshqa davlatlarga o'qishga kirishingizni tavsiya qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Charchamanglar, sizlarga omad.